Sizlar bilan Relaso showroomini obzorini ko'rib chiqamiz. Qanaqa joylashuvda, jarayonlar qanaqa bo'ladi, birma-bir ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Relaso showroomi shu joydan boshlanadi. Bu yoq qismimizda asosan massajli kresloni taxlab chiroyli qilib qo'yganmiz. 20 xildan oshiq bo'lgan massajli kresloni showroom kelib, o'zingiz foydalanib ko'rib, ishlatib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Joylashuv keladigan bo'lsak, bosh qismida asosan ходовой bo'lgan, hozirgi kunda ko'p sotiladigan o'rtacha, ya'ni medium modellarimizdan taxlab qo'yganmiz. Bularning orasiga Fiona modellarimiz kiradi. Uch xil rasvetkasi bor: qorasi, ivory rangi hamda seri rangi va bu yoq qismimizda L9 modellari. L9 modelini ham oranjiviy, qora, seri hamda qop-qora ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin va davomiga G7 modellarimiz. O'rta qismimizda asosan byudjetli, gabariti ixchamroq, narxlari yumshoq bo'lgan massajli kresllarni taxlab qo'yganmiz. Bularga GT308, M100 hamda A31 modellari kiradi. Va yana eslatma sifatida aytib o'tamiz, showroomga kelib siz massajli kreslo xarid qiladigan bo'lsangiz, bonuslarimizdan qo'shib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Premium modellar xarid qiladigan bo'lsangiz, 50 milliondan chek oshib bo'lganlarga maxsus bo'yin massajyor, massajgarlar hamda bosh massajyorlarni qo'shib beramiz. Qolgan har qanaqa standart modelga showroomga kelib massajli kreslo xarid qiladigan bo'lsangiz, ko'z massajyorlardan bonusiga qo'shib beramiz. Bu ko'z massajyor ham oddiysi emas, $50, bunisi $70 atrofida sotiladigan yaxshi toza mahsulotlardan qo'shib beramiz. Ko'z atrofini sovutib, isitib, yaxshi massaj qilib beradigan, o'ziga ravo ko'rsa, qolganlar ham shuni ravo ko'radigan yaxshi narsadan bonuslarga qo'shib beramiz. Showroomga kelasiz, massajli kresloni ishlatib ko'rasiz, bemalol savdolashib, bizning mutaxassislar bilan narxlashib, ma'qul bo'lganlarga xarid qiladigan bo'lsangiz, albatta bu narsani sizga bonusiga o'zimiz bir donada massajli kresloni soniga qarab qo'shib beramiz. Bu qismimizda ko'rishingiz mumkin, asosan premium ko'rinishda bo'lgan massajli kresloni olib kelib qo'yganmiz. Hozirgi kunda eng ходовой premium modellarning orasiga mana shu M77 modelimiz ham kiradi. Sababi massaj qilish shaxsan o'zimga ham rosa yoqadi. Sababi to'rda formatda odam skaner qilib massajni qiladi. Bo'yin oxirgi umurtqasidan boshlab oyoqlarni cho'zib, to'piqlaringiz, boldiringiz orqalaridan yaxshilab massajni qilib beradi. Bundan tashqari rastlash rejimida umurtqalaringizni qirsitib ham massaj qilib beradi. Yana bitta yangi model qo'shilgan premium modellarimizning orasiga M99, ya'ni minimalistik uslubda ishlangan mana shu massajli kreslolarimiz. Bundagi bor funksiya deyarli boshqa hech qaysi massajli kreslomizda yo'q. Sababi bu massajli kreslo og'ni pastgacha ortib, tepaga cho'zib ham rastlashkalarni zo'r qilib massajini qilib beradi. Ana endi showroomdagi eng premiumli Dreamlinerimiz Eden Rovo massajli kreslosini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu massajli kreslomiz oyoqlarni alohida rastlashga qilib, velosiped qilib, yosh kattalar ayniqsa kam harakat bo'lib qolishadi, bo'g'imlarda og'riqli bo'ladi. Mana shu narsaga reabilitatsiya jarayonini yaxshilashga yordam beradigan massajli kreslomiz hisoblanadi. Bunda boshqalardan yana bitta farqi, o'zining roliklari isitish tizimiga ham ega. Abagrev asosan materialda son qismida, biqin qismida bo'lardi. Bunda mana massaj qilayotgan rolik o'zi ham qizdirib massaj qilib beradi. Bundan tashqari yengillikni xohlaganlarga kashalki bo'lib, ya'ni tebranma, arg'amchi uslubda massaj qiladigan mana shu Bellaro massajli kreslomizdan showroomda bor. Endi premiumli bo'lsin, narxi ham unaqa baland bo'lmasin, lekin massaji zo'r bo'lsin, video ham chiroyli bo'lsin deydigan bo'lsanglar, bizda optimal bo'lgan variantimiz ham bor. M77 massajli kreslolarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Rangi jihatdan ham deyarli barcha dizayn usublariga mos tushib turadi. High-techga ham, italyancha, yer remotlarga, o'zlarining milliy remotga mos tushib turadigan ivory rangi hamda qop-qora ranglardan bor. Oyoqni cho'zib, boldir, to'piq qismi, bundan tashqari Vespa zonusini massaj qiladi. Ya'ni bitta bunda imенно mana shu massajli kresloda bor funksiya boshqa hech qaysi massajli kresloda yo'q. Barmoq uchidan boshlab tirsagingizgacha ham o'zining maxsus roliklar yordamida qo'l ichki qismini ham massaj qilib beradi. Qolgan deyarli barcha massajli kreslolar faqat qisib qo'yib yuboradi. Bunda qisib qo'yib yuborishdan tashqari qo'l ichki qismini ham massaj qilib beradi. Showroomga kelasiz, massajli kresloni ishlatib ko'rasiz, tanlaysiz, bemalol o'ziga yoqqan modelni ma'lumotlarini olib, narxlarini bemalol savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi bizning mutaxassislar bilan. Bundan tashqari dastlabkamiz butun O'zbekistonga bor. Kelasiz, xarid qilganingizdan keyin 3 kun ichida yetkazib o'rnatib beramiz. Qoraqalpoq, Xorazm va Buxoro taraflariga 3-5 kun ichida o'zimiz yetkazib beramiz. Agar siz qo'shni mamlakatlardan bo'ladigan bo'lsangiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston farqi yo'q. Showroom kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarni kelishamiz dastavkasini. Qo'shni mamlakatlarga ham bizda dastlabki uslubki xizmatlari bor. O'zimiz olib borib, yuziga chiroyli qilib qo'yib, ishlashlarini ham tushuntirib beramiz. Yana boshqa kompaniyalardan Relaso'ning farqi, bizda deyarli har bir modelimizga ishlatish bo'yicha
sodda jadal qilib tushuntirilgan video qo'llanma bor. Shaxsan o'zim har bitta modelda ishlatishini, qaysi tugma qanaqa vazifa bajarishini chiroyli qilib tushuntirib o'tgan videolarimiz bor. Xarid qiladigan bo'lsangiz, ularni ham sizga taqdim qilamiz. Relaxo sifatli massajli kreslolar brendi.